Yo bismillah. İchkarisiga bir obzor. Yo bismillah. Xurshid aka, joyingiz qanday? Zo'r. Qaysi vaqtda ketasiz? Soat 12da. Telefonni ko'taringlar deb aytib qo'ying, boshqalarga bunday narsa bo'lib qolmasin. O'tgan aka nima xafa bo'lasizmi? Teskari yotibsiz. Video qilyotgandim. Yaxshimi? Joyingiz yaxshimi? Kamchilik yo'qmi? Kurtka yechib hozir qaynab ketadi mashina. Nima deb qo'yasizlar? Davron akamida 3 kishi? Sizlar? Ha. Aytilgandaymi joyingiz? Aytilganda 12da yuradi. Eller aka, qilmang. Nima deysiz? Zo'r. Tavsiya qilsaydimi? Aytilgandaymi? Har kun TikTokdan ko'rasizlar, endi bunday живой ham kelib ko'ryapsiz-ku. Sharoit yaxshimi? Pokizaligi bormi? Tak, yo bismillah, ichkarida kim bor bizlarda? 11 kishi Xurshid aka, ha? Nima deysiz? Yaxshi, 12da yuramiz. Ketyapsizmi? Kamchilik bormi? Yo'qmi kamchilik? Qodir aka? Siz zo'rmisiz, meni olasizmi? Nima qilyapti? Siz meni olasizmi? Telefon o'ynayapsiz kerak. Nima deb qo'yasiz? Joyingiz yoqdimi? Unadimi o'zingizga? Ta Xurshid aka nima deymiz? 12 ni vaqtimi? Qaysi vaqt ketyapti? 12 vaqt men Xurshid aka pastda. 12 brigadirimiz. Xurshid aka bolalarsiz-ku, to'g'rimi? Endi hammani berasan, shu yerga qarab akelasan. qaysi to'rtovda? Nima deb qo'yasiz? Kamchilik yo'qmi? Kamchilik bo'lsa sekin-sekin Rossiya ham birdan qurilmaganda, biz ham sekin-sekin qurilamiz-da, to'g'rimi? Aytilgan narsani chegarani yodda tutaylik, xo'pmi? Joyingiz yoqdimi? Ili yoqmadimi? Kamchilik bormi? 9-joy turibdimi-ekan? Bo'ldi akalar, murojaatga bir kun oldin chiqib qo'yamiz, iltimos. Har kungida ichkarisiga bir живой obzor. Murojaatga bir kun oldin telefon chiqib qolmasin qizlar, avaylangizlar. Raqam profilda turibdi, like bosamiz, kommentariy yozamiz.